Assalomu alaykum do'stlar. Rossiyada chet el fuqarolariga qo'llanilayotgan qattiq chora-tadbirlar va qonun loyihalari, qonunlari tashqari chet el fuqarolarining farzandlariga bo'lgan e'tibor ham juda ham kuchaygan va ushbu farzandlarga ham qonun choralari va juda ham nazorat kuchaytirilyapti. Kimni farzandi chet elda o'qisa yo tanishingiz farzandi chet elda hozir Rossiyada o'qib yurgan bo'lsa, albatta ushbu videoni podelitsiya qilib qo'yinglar. Endi har yili sinfdan sinfga o'tish davomida sizning farzandingiz 5 bahoga imtihon topshirishi kerak. Ushbu imtihonlar 22 ball maksimal qilib belgilandi. Minimali 20 ball to'plash kerak. Bu degani 5 bahoga imtihon topshirish kerak. 4, 3 emas. Agar 5 bahoga topshirsa, sinfdan sinfga o'tadi. Topshira olmasa 3 oylik kursga yoziladi va 3 oylik kursni ham ota-onasi tomonidan xarajatlari to'lanishi kerak va yana imtihonga o'tadi. 3 oylik kursdan keyingina sinfdan o'tib o'qishini davom ettirishi mumkin qilib belgilandi. Bundan tashqari Gosdumadan Liberal Demokratik partiyadan qonun loyihasi taqdim qilinyapti. Ushbu loyihada yozilishicha bo'yicha agar chet el fuqarosining farzandi xulq-atvori yomon bo'lsa, maktabda bo'ladimi, o'qishda bo'ladimi, institutda bo'ladimi, agar 2 martadan ko'p unga jalba tushsa yoki bo'lmasa profilaktik inspektor tomonidan ro'yxatga olishga majbur bo'lsa, ota-onasi bilan qo'shib Rossiyadan выдворение qilish taklif qilinyapti. Nima deydi? Nima deyishni ham bilmayman. Ushbu qonun loyihasi hozircha faqatgina kiritilyapti. Hali ovozga ham qo'yilgani yo'q. No, mana shu qonun loyihasini o'qiganda, uni ostida yozilgan kommentariyalarni ko'rib, bizning Rossiyaga oilaviy ishlab kelayotgan yurtdoshlarimizni farzandlariga nisbatan, hali o'zimiz u yoqda tursin, farzandlarimizga nisbatan shu darajada nafrat yoki bo'lmasam ko'ra olmaslik tuyg'ularini o'sha 1000 bo'ladimi, 2000, 4000, 5000 odam bo'ladimi, hammasi bir xil ma'noda yozilgan. Sizlar ham kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bizning farzandlarimiz ham iloji boricha Rossiyaga o'sha kelmasin desa ham bo'ladi. O'zbekistonda o'qigani yaxshi. Siz nima deb o'ylaysizlar? Keyingi videolarda albatta yana yangiliklar bo'lsa yetkazib boraman sizlarga. Hozircha esa obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.